Siz Fakt 24 informatsion dasturini tomosha qilyapsiz. Smart o'rindiq loyihasi ham ana shular jumlasidandir. Yashil energetika shiddat bilan rivojlanmoqda. Shu asosda aqlli startap loyihalarini ishlab chiqish va hayotga tatbiq etish kengayib boryapti. Ayni shu yo'nalishdagi loyihaga qo'l urib, muqobil energiya asosida ishlaydigan smart o'rindiq hamda smart bekat startap loyihalarini amalga oshirmoqda. А в Самарканде молодой предприниматель предлагает инновационные решения, которые делают город не только современнее, но и экологичнее. Умные скамейки, остановки с солнечными батареями и даже эко-деревья. So'nggi yillarda yashil energetikaga o'tish jarayoni jadal sur'atlarda rivojlanmoqda. Bu borada muqobil energiyaga asoslangan aqlli startap loyihalarini ishlab chiqish va ularni amaliyotga joriy etish tobora kengayib bormoqda. Qayta tiklanuvchi energiyadan foydalanuvchi smart o'rindiq va smart bekat kabi innovatsion startap loyihalarini amalga oshirmoqda. Ayni paytda smart o'rindiq loyihasi ancha ommalashib bormoqda. U shahar muhitini zamonaviy va qulay shaklda o'zgartirish, aholi uchun foydali shart-sharoit yaratish maqsadida smart bekatlar loyihasini ilgari surmoqda. Uning mohiyati haqida tiklanuvchi energiya manbai bilan ishlovchi smart o'rindiqlar va smart avtobekat, shuningdek yashil energiyani aholi o'rtasida joriy qilish bo'yicha o'z taklifini bildirdi. Doirasida taqdim etilgan bu loyiha oddiy o'rindiq emas, o'rindiq quyosh panellari orqali avtomatik tarzda energiya ishlab chiqaradi hamda har qanday gadjetlarni simsiz tarzda quvvatlay oladi. Sizlarning Samarqandnikida, Samarqanddan demak, bu o'tiradigan mana skameyka, xiyobon yo'llarda o'tirasizlar. Eng qizig'i, bu skameyka yoritib turadi, yorug'lik bor. Bunga tok ketmaydi. Ya'ni sim tortib, tok tortish shart emas. Tepasi quyosh panellik. O'zi avtomatizatsiya qilingan, kechqurun yonadi, doim yonib turadi. Yo'q, kechqurun yonadi, kechqurun yonadi. Mana bu yerga reklamli narsalar ham qo'yib qo'yish mumkin. Wi-Fi qo'yish mumkin. Bluetooth, rasm, xullas, mana bu telefon zaryadka ham qildirish mumkin.